meni tamom qilishdi. Xolamni ko'rsangizlar, tanimaysizlar. 10 yilga qarib ketdilar. Mana shu vrachlarni deb. Yo'qotish kerak bunaqa vrachlarni. Ommaga olib chiqish kerak. O'zi vrach zoti blogerlardan qo'rqar ekan. To'g'ri qiladi blogerlar bu narsalarni olib chiqman. Da konsa boraman. 102 ham qilib yuborgan. Men 102 qilishim kerak bularni. Ceftriaxon bilan Novokain, Lidokainni qo'shib yuborgan. Nastoka vrachi tupые de. O'sha 100 ming so'm bersangiz ham xohlagan dozasini urib o'tiradi. 30 ming dollar berishni men bularga ko'rsataman. Zo'r joyga tushdi bular. Biz unaqa oilalardan emas. Men oilamga dog' tushirgan odam naказать qilmasam qo'y. Я всегда за справедливость. Ребенок умер, они должны быть в ответе. Вот, они позвали. Я до конца пойду. Hozir xo'jayinning xotini menga aytibdi. Peshana bu deyapti. Peshanada yozilgani bo'ladi. Bolangda o'lib ketdi, ichivotdi, xochish deyapti menga. Bunaqa odamlar mana qo'lim qaltirayapti, ishonasizlar? Bunaqa odamlarga nima deyish kerak? Buni o'rniga mani jonimni o'rniga boshqa birovning farzandi ham menga shirinda. Bilaga shirin, bila qassobda o'sha mana shu ayol qassob o'sha, mana shu eri qassob bo'lib ketgan. O'sha bular nechta yana bitta egizakni, ikkita Hasan Husanni